Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali do'stlar. Bugungi videomizda ajoyib bitta ilova orqali sarmoyasiz pul ishlash ko'rib chiqamiz do'stlar. Do'stlar, albatta o'sha ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan ilovamiz sizga albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi do'stlar, lekin hozircha vaqtincha o'sha opsiyadagi silkalar ishlamayapti. Shuning uchun mening Telegramdan Telegram kanalim orqali bu ilovaga kirib olish mumkin bo'ladi. Ilova silkasini albatta Telegram kanalida qo'ygan bo'laman. Telegram kanaliga qanday olib kiramiz desalar, bu yerda mana Telegram kanalimning ya'ni YouTube kanalimning biosida mana bu Telegram kanalim bor. Ya'ni Telegram kanalimni bios qo'yibman. O'sha Telegram kanalimning ustiga bosib Telegram kanalimning ustiga bosib o'sha yerdan topib olishga mumkin bo'ladi do'stlar. Endi do'stlar, hozir men o'sha ilovaga o'tib olaman. Mana do'stlar, men o'sha ilovaga ham o'tib oldik va bu ilovamizning nomi Band Santa deb nomlanadi va bu yerdan mana shunday chiqadi va o'sha ilovani yuklab olganlar ekan, bu yerdan next bosasizlar va ko'rish mumkin. Next bosib finishni bosasizlar va shunday o'ynaychilar do'stlar. Bu yerda endi ruxsat bosib qo'yamiz. Endi do'stlar, bu yerdan nima qilamiz? Endi birinchi bo'limni tanishtirib chiqaman. O'sha ro'yxat ochish bo'limi, ya'ni ro'yxat ochish nimasi, ya'ni shunday bo'ladi. Birinchi bo'lim bu yerda referral bo'limi, adashmasam, referral bo'limi ekan. Bu yerdan biz qanday ya'ni bu yerdan referralni silkamiz kopiryotka bo'lib, bu yerdan copy linkni bosib o'sha do'stlarimizga ham tarqatib, ular mana shu ilovada aktiv bo'lib ishlay boshlasa bizga 0.10 sent qo'shib beriladi va u do'stimizning ishlaganidan 20% bizga ham doxod kelib turadi do'stlar. Keyin bu yerda giveaway bor. Ya'ni har xil mana bunday o'sha botda aktiv ishlasak $25 mana bu yerda ko'rish mumkin. Konkurslar bor, har kuni bo'ladi bu konkurslar, ko'rish mumkin. Keyin do'stlar, bu yerda leaderboard bor, ya'ni referallar, adashmasam o'sha kimlar ko'p referal chaqirganlar. Keyin bu yerda mission, ya'ni kimlar masalan referal chaqirsalar, o'sha 5 referal, aktiv referal chaqirsalar 0.10 sent va boshqalari. Keyin content, mana shu ilova haqida kontent yaratib yuborsalar, o'sha qanaqadir bonuslar beriladi o'z bu yerda. Keyin mana bu yerda yana bonuslar bor, qo'shimcha vazifalar bor. Mana bu yerda qo'shimcha vazifalarni bajarib ham yana ko'p pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keyin o'rtadagi bu pul ishlash bo'limi, keyingisi bu yerda o'sha aytib o'tgandek kimlar ko'p mana shu botda ishlaganlar va profil bo'limi orqali o'zimizning asosiy profilimizga ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Endi do'stlar, bu yerdan mana bu o'rtani bosib start bosasizlar. Start bosib bu yerdan endi grant degan ustiga bossak, o'sha nimaga, ilovaning sozlamasiga o'tib ketadi. Ya'ni mana bu nima deydi, telefonning sozlamasiga va o'sha yerdan biz ruxsat berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir men ruxsat berib olaman. Va do'stlar, ko'rish mumkin, o'sha ruxsat bergandan keyin mana shunday reklama chiqadi. Hozir ozgina kutib turamiz va o'sha o'zi reklamaning qanchadir sekund bo'ladi va o'sha sekund tugagandan keyin o'sha qayerdadir bir o'tkazib yuborish degan masalan strelka yoki masalan galcha chiqib keladi. Hozir ko'rish mumkin, reklamani o'tkazib yuboramiz. Bu yerdan o'tkazish bosib x bosamiz va yana 5 sekund kutib turamiz. Yana x bossak, ko'rish mumkin, hozir biz o'yinga kirdi va mana shunday turaveradi. Bu yerda nima qilasizlar? Shunchaki kutishinglar kerak bo'ladi do'stlar. Qanchalik internetinglarning tezligi yaxshi bo'lsa, shunchalik mana bu mining qilishi tezroq bo'ladi. Ko'rish mumkin, bu yerda mana 266 gs, ya'ni mana shunday tezlikda qoziyotgan ekan. Mana bu nima deydi, masalan pul desak ham bo'ladi. Va o'sha level 1, ya'ni kechasi masalan qo'yib yotganlarda o'sha yaxshi bo'ladi, adashmasam. Mana shunday turaveradi va bu yerda mana foiz to'layapti, ko'rish mumkin, 86% bo'ldi va mana bu yerda 0.13 sent ishladi. Bu yerda yana x bosamiz va continue bossak va hozir ko'rish mumkin 0.13 sent ishlab oldik do'stlar va balansimizga qo'shildi o'sha, ko'rish mumkin. Shunday qilib bu ilovada pul ishlab boshlash mumkin bo'ladi do'stlar. Shunday qilib ishlaysizlar. Keyin bu yerda mana bu bo'lim bor, ya'ni mana bu qo'ng'iroqni ustiga bossalar o'sha istoriyasini ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni masalan har bitta bajarilgan o'sha mana bu yerda start bosib bajarilganlarni istoriyasini ko'rib olish mumkin bo'ladi do'stlar. Endi do'stlar, pullarni yechish uchun bu yerdan withdraftni bosamiz. Va bu yerda ko'rish mumkin Payer bor. Mana bu yerda Payer bor, Binance bor, keyin boshqa mana bu yerda mana boshqa kошелёкlar ham bor. Ko'p kошелёкlarga albatta
0.15 ya'ni 0.35 sentdan pul chiqarishlar mumkin bo'lar ekan. Payer, Binance, masalan boshqa bu yerda ko'rish mumkin, boshqa kashfoklarni ham. Nima qilasizlar? Pulni masalan 0.35 to'plagandan keyin bu yerda mana bu Payer ustiga bosasizlar. Masalan Payer ustiga bossak, hozir mening balansimda pul yetarli emas, lekin albatta yetarli bo'lganda o'sha Payer ustiga bosasizlar va sizlardan tasdiqlash so'raladi, ya'ni Payer raqamlarini yozasizlar, keyin chiqarmoqchi bo'lgan summalarni yozib tasdiqlagan o'sha nima deydi, tasdiqlaysizlar, yuzinglarni skaner qilib va o'sha tasdiqlangandan keyin pul yechish sizlarga ruxsat beriladi va pul yechib olish mumkin bo'ladi. Albatta do'stlar, pul yechish so'rovi bir kundan 2 kun oralig'ida tashlab beriladi, ya'ni 2 kun ichida. Lekin albatta bunday ilovalardan pul yechishaman 5 minut ichida tashlab bergan. Albatta do'stlar, ilova 100% to'lovda bemalol kirib ishlash mumkin bo'ladi. Bu yerda mana pul chiqarganlarni ko'rish mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bu video shulardan iborat edi. Agar video yoqimsiz bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.